Tel Avivda katta signal Ben Gurion aeroportida yonilg'i samolyotlari paydo bo'ldi. Isroil keng ko'lamli operatsiyaga tayyorlanmoqda. Yopiq muzokaralar ortida nima bor? Vladimir Putin Eron rahbariyatiga yashirin signal yubordi. Kutilmagan va keskin da'vo. Rossiyalik askarlar ochlikdan odam go'shtini yeyaptimi? Ommaviy axborot vositalari. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tuzoqqa tushdimi? Saylov va sud bir nuqtada. Hammasini qaytaradi, keyin ozod bo'ladi. Japarov Tashrifning ukasi haqida. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Tel Avivda katta signal. Ben Gurion aeroportida yonilg'i samolyotlari paydo bo'ldi. Isroil keng ko'lamli operatsiyaga tayyorlanmoqda. Tel Aviv markazidagi Ben Gurion aeroporti hududida ko'p sonli yonilg'i qo'yish samolyotlarining paydo bo'lishi keskin savollarni keltirib chiqardi. Bu oddiy harbiy harakat emas, balki keng ko'lamli operatsiyalarga tayyorgarlik belgisi sifatida talqin qilinmoqda. Ayniqsa AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan bir vaqtda bu holat Tehron bilan to'g'ridan-to'g'ri urush boshlanishi haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirmoqda. Front chizig'ida esa vaziyat tobora portlash nuqtasiga yaqinlashmoqda. Isroil harbiylari Nablus janubi-sharqidagi Jalud qishlog'iga hujum qildi. Bu zarba allaqachon tarang bo'lgan hududda yangi eskalatsiya bosqichini boshlab berdi. Shu bilan birga Quddus shimolidagi Arram shaharchasida o'nlab falastinliklar hibsga olingani vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Bu hibslar oddiy xavfsizlik chorasi sifatida emas, balki kengroq nazorat strategiyasining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Livan janubida esa insoniy fojia chuqurlashmoqda. Isroil tomonidan amalga oshirilayotgan bombardimonlar sababli aholi o'z uylarini tark etmoqda. Bu esa mintaqadagi urush faqat harbiy kuchlar o'rtasida emas, balki tinch aholiga ham to'g'ridan-to'g'ri zarba berayotganini ko'rsatadi. Siyosiy maydonda esa ichki qarama-qarshiliklar ochiq portlash darajasigacha yetdi. Jozef Aoun Hizbullohni Isroil bilan muzokaralardan bosh tortgani uchun keskin tanqid qildi. U Livanning muzokaralar olib borish qarori xiyonat emasligini alohida ta'kidladi va ogohlantirdi. Haqiqiy xiyonatni o'z davlatini begona manfaatlar yo'lida urushga tortayotganlar sodir etmoqda. Agar bu urush Livan uchun bo'lganida biz uni qo'llab-quvvatlagan bo'lardik, ammo urushning maqsadi boshqalarning manfaatlariga xizmat qilish ekan. Men buni butunlay rad etaman. Bu bayonot Livan ichidagi siyosiy bo'linishning naqadar chuqurlashganini ochiq ko'rsatadi. Global darajada esa yangi diplomatik mojarolar yuzaga chiqmoqda. Ukraina Isroilni o'g'irlangan don ortilgan kema masalasida keskin tanqid qildi. Kiev ma'lumotiga ko'ra, Rossiya bilan bog'liq ikkinchi Panormitis kemasi o'g'irlangan Ukraina donini Hayfaga olib ketayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Bunga javoban Gezian Sar ayblovlarni rad etib, da'volar hali dalil emas deb javob bergan. Biroq Ukraina bundan norozi bo'lib Isroil elchisini chaqirtirgan va Isroilni Rossiyaning urushdan foyda ko'rishiga yo'l ochayotganlikda ayblagan. Bu esa yangi diplomatik front ochilayotganidan dalolat beradi. Yopiq muzokaralar ortida nima bor? Vladimir Putin Eron rahbariyatiga yashirin signal yubordi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Peterburgda nimalarni gaplashdi va nimalar ochiq aytilmadi. Peterburgda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron prezidentining maxsus vakili va tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchini qabul qildi. Suhbatning ilk daqiqalaridanoq Putin asosiy pozitsiyani aniq bildirdi. Rossiya Eronni qo'llab-quvvatlagan va bu yo'lni davom ettirdi. Prezidentning ta'kidlashicha, o'tgan hafta u Eron oliy rahbaridan maktub olgan. Shu munosabat bilan u samimiy minnatdorlik bildirib, Rossiya strategik hamkorlikni davom ettirish niyatida ekanini yana bir bor ta'kidlashni so'radi. Shu bilan birga Putin yangi oyatullo Mujtabo Xomeneyga sog'liq va omad tiladi. Ayni paytda Amerika ommaviy axborot vositalari Eron rahbari og'ir jarohatlangani haqida xabar tarqatmoqda, ammo Tehron bu ma'lumotlarni qat'iy rad etmoqda. Rossiya rahbari Eron xalqining mustaqillik va suverenitet uchun kurashini jasurona va qahramonona deb baholadi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva Eron xalqi yangi rahbar boshchiligida Eron bu og'ir sinovlardan o'tib tinchlikka erishishga umid qilmoqda.
Javob nutqida Aroqchi ham munosabatlarni eng yuqori darajadagi strategik sheriklik deb atadi. Uning ta'kidlashicha, barcha qiyinchiliklarga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlanadi. Eron tashqi ishlar vaziri Rossiyaning yordami tufayli mamlakat harbiy davr qiyinchiliklarini yengilroq yengib o'tayotganini bildirdi. Ammo bu yordamning aniq ko'rinishi ochiq aytilmadi. Shu bilan birga Rossiyaning BMT Xavfsizlik kengashidagi qo'llab-quvvatlovchi pozitsiyasi hamda S-300 havo hujumidan mudofaa tizimlari muhim omil sifatida tilga olinadi. Aroqchi Rossiya va uning rahbariyatiga minnatdorlik bildirib, so'nggi voqealardan keyin shaxsan kelib vaziyat haqida hisobot berishga qaror qilganini aytdi. Suhbatning rasmiy qismi tugagach, kameralar o'chirildi va jurnalistlar zaldan chiqarildi. Shundan keyin ochiq aytilmagan masalalar yopiq eshiklar ortida muhokama qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu uchrashuv Peterburgda bo'lib o'tgan. Aroqchi shuningdek Rossiya rahbariga Ali Xomanayning vafoti munosabati bilan bildirilgan hamdardlik uchun minnatdorlik izhor etgan va yangi oyatulloh saylangani bilan bog'liq tabriklarni ham alohida qayd etgan. Kutilmagan va keskin da'vo. Rossiyalik askarlar ochlikdan odam go'shtini yemoqda. Rossiya armiyasida yuzaga kelgan oziq-ovqat tanqisligi tufayli kannibalizm, odam yoki hayvonning o'z turiga mansub boshqa individni yeyishi holatlari qayd etildi. Bu haqda Sunday Times xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, Ukrainaga bostirib kirishda ishtirok etgan bir necha rus harbiy xizmatchilari oziq-ovqat tanqisligi sababli kannibalizmga murojaat qila boshlagan. Nashr Ukraina harbiy razvedkasi materiallari, shu jumladan fotosuratlar va rus zobitlari o'rtasidagi unga yaqin audio xabarlarni asos qilib olgan. Shuningdek, xabarda o'z o'rtoqlarini yeb qo'ygan kamida 5 ta holat haqida gap borgan. Qayd etilishicha, holatlardan biri 2025-yil noyabr oyida Donetsk viloyati Mirnograd hududida sodir bo'lgan. Taqdim etilgan dalillarga ko'ra 95-alohida gvardiya motorli miltiq brigadasining 51-alohida qo'riqchilarning 51-polkida xizmat qilgan cho'loq chaqiruv belgisi bilan piyoda askar ikki hamkasbini o'ldirgan va ulardan birining oyog'ini yeyishga harakat qilgan. Bu bo'yicha noma'lum ofitser brigada razvedka batalyoni komandirining o'rinbosari Vladislav Razikovga Telegram orqali xabar bergan. Shuningdek, u tasvirlarni, shu jumladan kesilgan oyoqning fotosuratini ham yuborgan. Aytilishicha, tasvirlar maxsus dasturiy ta'minot yordamida tahlil qilingan. Tasvirni o'rgangan mustaqil harbiy jarrohning ta'kidlashicha, jarohatlar jangovar jarohatlarga o'xshamaydi va ehtimol o'tkir narsa bilan kesish orqali yetkazilgan. Mavjud ovozli xabarlarda ofitser odam go'shtini yemoqchi bo'lgan askar podvaldan topilganini da'vo qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, askarni ushlamoqchi bo'lganida u o't ochgan va o'sha yerda o'ldirilgan. Bundan tashqari, ofitser uning askarlari ochlikdan va qattiq charchaganidan shikoyat qilgan. Boshqa qo'lga kiritilgan suhbatlarda ham kannibalizm holatlari qayd etilgan. Xususan, o'tgan yilning aprel oyida most chaqiruv belgisi bo'lgan askar qo'mondonga inson go'shtini iste'mol qilgan hamkasbi haqida shikoyat qilgan. Shuningdek, 2025-yil oktyabr oyida 1437-motorli miltiq polkining qo'mondoni shunga o'xshash harakatlarda bo'ysunuvchini ayblagan va odamlarni yeyishni to'xtatishni talab qilgan. Yana bir boshqa xabarda 55-motorli miltiq brigadasi boshlig'i alkogol va giyohvand moddalar bilan birga kannibalizmni aniq taqiqlovchi buyruq chiqargani ham ma'lum bo'lgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tuzoqqa tushdimi? Saylov va sud bir nuqtada. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga nisbatan olib borilayotgan sud ishlari yangi bosqichga o'tdi. U o'tgan yil noyabr oyidayoq mamlakat prezidenti Itzhak Herzogga afv so'rab murojaat qilgandi. Bu holat juda noodatiy, chunki hali sud hukmi chiqmagan. Netanyahu esa og'ir davrda sud ishlariga vaqt yo'qligini ta'kidlab, ularni to'xtatishni so'ragan. Biroq endi Isroil prezidenti Itzhak Herzog uni oldindan afv etishni rad etdi. Hatto AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning qo'llab-quvvatlovi ham bu qarorga ta'sir ko'rsata olmadi. Shu bilan birga Herzog Netanyahuga aybini tan olib, tergov bilan kelishuvga borishni taklif qilgani haqida New York Times nashri xabar bergan. Netanyahuga qarshi ochilgan jinoiy ishlar uni 2016-yildan buyon ta'qib qilib kelmoqda. 2020-yil may oyidan buyon esa unga qarshi pora olish, firibgarlik va ishonchni suiiste'mol qilish ayblovlari bo'yicha sud jarayoni davom etmoqda. Sud jarayonini pandemiya va qurolli to'qnashuvlar sabab bir necha bor to'xtatilgan. Xususan, Hamas jangarilari hujumlaridan keyin ham jarayon uzilgan. Bu esa turli gumonlarga sabab bo'ldi. Ayrimlar Netanyahu urush orqali sudni orqaga surishga urinyapti degan fikrni ilgari surmoqda. Sharqshunos Aleksandr Karginning ta'kidlashicha, bu gumonlarda muayyan mantiq bor. Agar urush maydonida muvaffaqiyat qozonilsa, Netanyahu navbatdagi parlament saylovlarida ham yutuqqa erishishi mumkin. Bu esa uning sudda oqlanish imkoniyatlarini oshiradi. Ayni vaqtda esa vaziyat shundayki,
prezident Gersog siyosiy jihatdan Netanyahuga qarshi lager vakili sifatida uni og'ir tanlov oldida qoldirmoqda. Agar Netanyahu aybini tan olsa, u bosh vazirlik lavozimidan ketishiga to'g'ri keladi, ammo qamoqdan qutulib qolishi mumkin. Bu ayniqsa uning o'ng qanotdagi Likud partiyasi saylovlarda kuchsiz natija ko'rsatsa, juda muhim bo'ladi. Agar aybini tan olmasa, ehtimol qamoq jazosi kutmoqda. Netanyahuga qarshi bir necha yirik epizod bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Eng og'iri pora olish aybi bo'lib, u 4000 ish deb ataladigan ish doirasida ko'rilmoqda. Tergovga ko'ra, u Bezek media guruhi manfaatlarini ilgari surgan va buning evaziga ommaviy axborot vositalarida o'zini ijobiy yoritilishini ta'minlagan. Yana bir ishda esa Netanyahu tadbirkorlar Arnon Mincherdan qimmatbaho sovg'alar, eksklyuziv sigara va shampan qabul qilganlikda ayblanmoqda. Bu sovg'alar qiymati taxminan $195,000 tashkil qiladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday ayblovlar sharoitida Netanyahuning sudda to'liq oqlanishi mumkin. U uchun asosiy umid siyosiy vaziyat va harbiy frontdagi natijalarga bog'liq bo'lib qolmoqda. Hammasini qaytaradi, keyin ozod bo'ladi. Japarov tashrifning ukasi haqida. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq raisi Qamchibek Tashiyevning ukasi, hozirda hibsda saqlanayotgan Shoirbek Tashiyev haqida so'z ochib, Tashiyev bilan do'stligi uni javobgarlikdan qutulishiga ta'sir qilmasligini aytdi. Japarov hokimiyatga kelganidan buyon doimo do'st, qarindosh, yaqin inson degan tushunchalar yo'qligini ta'kidlab kelganini aytgan. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Men uchun faqat davlat va xalq manfaatlari ustuvor. Agar qonun buzilsa, hech kim javobgarlikdan qochib qutula olmaydi, deydi u. Tergov davomida Shoirbek Tashiyev Qirg'iz neft-gaz sohasidagi korxonadagi korrupsiyaga aloqadorligi aniqlangan. Oqibatda davlatga 4,115 million qirg'iz so'mi miqdorida zarar yetkazilgan. Faqat bu summa to'liq byudjetga qaytarilgandan keyingina uning ozod qilinishi haqida gap bo'lishi mumkin, deydi prezident. Ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlarning barchasi unga qarshi ko'rsatma bergan va o'z aybini tan olgan. Qonun hamma uchun bir xil bo'lishi kerak. Shundan keyin ular ozod qilingan. Shoirbek Tashiyev ham xuddi shunday yo'l tutishi kerak. Avval hammasini qaytarish, keyin ozod bo'lish, deydi u. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.